Shahvoniy shilqimlikka uchragan qizga qichqirib odamlarni yordamga chaqirgani uchun jarima qo'llanildi. Sukut saqlama loyihasi ma'lum qildiki, O'zbekistondagi sport maktablaridan birining sobiq murabbiyi 18 yoshli qizga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun 5 sutka ma'muriy qamoqqa olindi. Biroq qiz ham voqea vaqtida baqirib, janjal ko'targani mayda bezorilik sifatida baholanib, unga ham 1,236,000 so'm jarima qo'llanilgan. Loyiha ushbu holat jabrlanuvchining o'zini himoya qilishga uringani uchun ham javobgarlikka tortilgani haqidagi muhokamalar sabab bo'layotganini qayd etgan. Xos kiyim almashtirib oling. Iltimos, xonimlar va janoblar, 1 daqiqa vaqtingizni menga qaratsangiz. Mana bu odam meni zo'rlamoqchi bo'lyapti. Iltimos, yordam bering. Shunaqa deyish kerakmidi? Nima deyish kerak edi? Hech kimni tanqid qilmoqchi emasman, prosta tushunmadim xolos. Hech lentalaringdan Vine'dan boshqa narsa chiqadimi? G'azoda halok bo'layotgan bolalarni ko'rgansizlarmi? Videoga e'tibor beringlar. Akasi ukasini ovutyapti. Yani onasi o'lgan, ovutyapti, tasalli beryapti. Ho'kiz deysizlarda, ho'kiz deb bo'lib turib, falon kitobni o'qidim, ko'zimga yosh keldi. Jamiyatimizda bo'layotgan buni muammoni ko'rib ko'zimga yosh keldi deysiz. Real narsaga emas, ko'zlaringga yosh keladimi? Lek videolaringni ko'raman-da, birorta o'sha kitobda yig'lagan odamlarni mana bu haqda videoga like bosganini yoki kommentlar qilganini ko'rmadim. Yoki hayvonlar haqida kitob o'qiganlaringni maqtanasizlar. Lekin sizlar falon viloyatda bir itni sudraganligini, mushukka ozor berganlar haqida bir kommentariya qilganlaringni ko'rmadim. Bu kitoblarni yozgan yozuvchi sizlarni yig'lashlaring uchun emas, kitlaringni ko'tarib sal harakat qilishlaring uchun yozgan. Adolatsizlikka qarshi hech bo'lmaganda til bilan kurashishlaring uchun yozgan. Yaxshilab tomosha qiling, kir yuvishni o'rgataman. Aniqrog'i kiyimlardagi sariq dog'ni qanday ketkazishni. Hammani xabari bo'lsa kerak, kiyimlar vaqt o'tgan sari quyosh nuri yoki turli xil kir yuvish vositalari sababli unda sariq dog'lar paydo bo'ladi va ketmaydi. Uning eng oson usuli kirni yuvib bo'lganingizdan so'ng oxirgi chayadigan suvingizga ozgina siyoh qo'shasiz. Qarabsizki, kiyimlaringiz hammasi oppoq, sariq dog'lar qolmaydi. Aslida ham shunaqami? Yo'q, unaqa emas. Ular hech qanaqa sariq dog'ni ketkazmaydi. Balki sizni ko'zingizni shunchaki optik illyuziyami aldaydi. Sizga shunaqa kayfiyat beradi. Va mashhur o'sha kir yuvish vositasi kompaniyalari ham xuddi mana shu metoddan foydalanadi. Ya'ni ular ham sizni aldaydi. Mana G'arbdagi ayrim chet davlatlarda biror bir tashkilotda muammo bo'lsa, keyin qolganlar o'ylaydiki, demak, ha, endi yaxshi. Masalan, Afrika davlatlarida, 3-dunyo mamlakatlarida shu metoddan foydalanadi. Lekin bu umid o'lmaydi. Bu qayta davom etaveradi, lekin muammo o'sha sariq dog' oxirigacha qoladi. O'g'il bolalarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Agar uylanmagan bo'lsa, nur ustiga alo nur. Tasavvur qiling, siz oldingizda 3 ta qiz turibdi. Biri o'ta chiroyli, biri o'ta aqlli, biri o'ta boy. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Pastda tugmalar bor, bosib ko'rishingiz mumkin va men oldindan qaysi biri g'olib chiqishini aytishim mumkin. Odatda bu foizlarda o'ta aqlli qiz g'olib chiqadi. Nima uchun degan savolga. Nima uchun aynan shunday deyapsiz? Tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Odatda mana o'qishda o'qiganlar ham biladi. 4-3-kurs bo'lgan sari qizlarga sovchilar ko'payadi. Hatto universitetda o'ziga keladi. Domlalar bilan cheres bog'lanadi tagin. Hatto ular orasida o'qimagan bolalardan ham sovchilar bo'ladi. Ya'ni raqobatning kuchliligi sababi shundaki, odatda o'qigan qizlar o'rta hol bo'ladi, o'rta statistik, ya'ni ota-onasi o'rtacha bo'ladi. Odatda o'rtacha bo'lgandan keyin sovchi borish ehtimoli oshadi. Ikkinchi asosiy sababi, afsuski, jamiyatda o'g'il bolalar o'ziga loyiq bo'lmagan narsadan ko'proq narsani kutishadi. Ya'ni o'zi 10-15 ta qiz bilan yurgan bo'lsa ham iboh hayoli qizga uylangisi keladi. O'zi g'irt ahmoq tupoy bo'lsa ham aqlli qizga uylangisi keladi. O'g'il bolalar ya'ni o'ziga loyiq bo'lmaganini ham ko'proq kutadi. Mana shu jihatdan aqlli qizga o'rta hol degan bo'lgani uchun hamma sovchi keladi. O'qigan bolalar o'z-o'zidan teng-tengi bilan deganda o'qigan qizga uylangisi kelsa, o'qimagan bolalar ham o'qigan xotin olgisi kelib qoladi. Nima desa, farzandlarini yaxshi tarbiyalaydi dedi, o'zi tarbiyasi bo'lsa ham. Nima uchun boyagi ikkalasi yutkazishning sabablarini tushuntirdim. Boy qizlarni sovchi, boyagi konkurent kuchli bo'lmasligining asosiy sababi boylar boya aytgandek teng-tengi bilan. Odatda shunday, faqat kinolarda bo'ladi, bir qashshoq bolaga boy qizning turmush qurishi. Keyin xo'p, aqlli, chiroyli bola bo'lsa, boy qizga uylanishga harakat qilib ko'rmaydimi? Bo'lishi mumkin, lekin odatda ularni to'sadigan bir baryer bor, mutanosib emasligi. Ya'ni qaraydida, men unga tengim emas, baribir uydagilar ko'rmaydi deydi, raqobatga kirishmaydi. Va o'z-o'zidan boy qizlar faqatgina boy bolalar bilan munosabat qurishi foizi oshib ketadi. Go'zal qizlarchi bu alohida mavzu.
Chiroyli qizlarni ham raqobati past bo'lishining ikkita sababi bor. Ya'ni turmush qurishga keladigan bo'lsak. Birinchi sababi chiroyli qizlarda raqobat o'ta kuchli bo'ladi deb o'ylaydi bolalar va raqobatga kirishmaydi. Ya'ni chiroyli qiz bo'ladigan bo'lsa, bunga boy bolalar, aqlli bolalar, boyagi krasavchi kuchli bolalar kiradi, meni baribir tengim deb bilmaydi deydi, raqobatga kirishmay qo'ya qoladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa bitta kaltabin o'ylash bor. Chiroyli qizlar ko'proq yomon qiz bo'ladi, yurib ketadigan qiz bo'ladi deb o'zlaricha boyagi go'shga yetolmagan mushuk pufsaslik deydi, xuddi shunaqani yoqib oladi bolalar. Natijada ularga nisbatan ham konkurent pasayib ketadi va bu joyda mening o'zim shaxsiy fikr ojizimcha aqlli qizlarda boyagi talash raqobati kuchli bo'ladi. Lekin bir narsani unutmanglarki, hamma loyiqini oladi. Ilohiy adolat kutyapsizmi? O'qigan qiz olmoqchimisiz? Albatta siz ham o'qimishli bo'lishingiz kerak. Kitob o'qing, 3 minut kim eshitdi. Onalarimizning farzandlariga qiladigan mashhur bir duosi bor. Bolam boshing toshdan bo'lsin. Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'ling. Men sizga hindlarning mashhur eposda Mahabharatdagi ayni mana shu duoga tushadigan joyini aytib beraman. Mahabharat dostonida qisqacha aytib berishga harakat ko'raman. Ikkita oilaning bo'lgan intrigasi tasvirlangan. Oilalarning birining malikasi Gandhari bo'ladi. Uning erining ko'zi ko'r bo'ladi. Shu sababli u ham ko'zini bog'liq holatda yashayotgan bo'ladi. Uning 100 ta farzandi bo'ladi. Oxirgi asar oxiridagi jangda u 99 ta farzanddan ayriladi va bittagina farzandi Duryodxon tirik qoladi. Shunda u o'g'liga borib Gang daryosida cho'milib, yalang'och holatda yonimga kelgin dedi. U bola boradi Duryodxon, cho'miladi, yalang'och holatda kelayotgan paytda dushman tomonining maslahatchisi, soddor ochuntirishlik qilib Krishna uni ko'rib qoladi. Va Krishna Duryodxonga aytadi: "Qayoqdan kelyapsan, qayoqqa ketyapsan?" Shunday onam yalang'och holatda yonimga kelgin cho'milib dedi. Shunda Krishna aytadiki, bu onani oldiga yalang'och bo'lib jinsiy a'zolar ko'rsatib borish yaramaydi, uyat hisoblanadi, bu sharmandagarchilik dedi. Shunda Duryodxon pastiga, beldan pastiga sochiq baylagan holatda, yopinchiq baylagan holatda onasining oldiga boradi. Shunda boyagi malika Gandhari ko'zidagi bog'ichni yechadi va shunda bor mehri bilan farzandiga qaraydi. Umrida bolasini ko'rmagan, chaqaloq bo'lganda ham ko'rmagan, katta bo'lgancha ko'rmagan. Shunda boyagi boshdan oyoq qaragan vaqtda boya tanasi qismi toshga aylanib qoladi. Faqat boyagi sochiq o'ragan joy tosh bo'lmay qoladi. Shunda boyagi onasi aytadi: "Ey bolam" dedi, "nimaga yalang'och holatda oldimga kelmading?" dedi. Shunday Krishna chiqib qolganda shunaqa deganda, bolam bekor qilibsan" dedi. "Hozir bu shunday yalang'och bo'lganingda men seni butun tanangni toshga aylantirgan bo'lardim" dedi. Shunda Duryodxon aytadi onasiga: "Ona" dedi, "boshqatdan yuvinib yalang'och bo'lib kelaymi" desa, shunda onasi zo'r gap aytadi: "Bolam, men jodugar emasman" dedi. "Men seni umrimda ko'rmaganman. Shu men ko'zimdagi bog'ichni yechib butun mehrim bilan senga qaragan edim" dedi. Haqiqatan mana shu biz o'zbek xalqimizda ham bor, bolam boshing toshdan bo'lsin degan. Onani mehri, onani duosi, onani nigohida jam bo'lgan deb o'ylayman. Ozgina cho'zilib ketdi. Kimdir oxirgacha ko'rgan bo'lsa yozib qoldirsin fikrini. Oxirida baribir o'ladi, shu boyagi sochiq o'ragan joyiga zarba berishadi.